Assalomu alaykum hurmatli kanalning kuzatuvchilari. Mana bu qudug'imiz Buxoro viloyati Pishku tumani. Bu degan bu Dehqon bobomizdan suvazlani. Mana bu Dehqon boboni. Hamma taniydi, bilmaysiz chiqqan Dehqon bu. Bug'doy qurib qoldi, mana bir istiqva yurdilar Dehqon bobo. Hozirgina suv chiqadilarni. Mana bu usto chakachilardan. Mana bu shogird, to'lib yelim, ko'tiga ish yoqmadi. Mana bu kishi yerni 5 qo'llari bilan o'rgangan dehqon. Mana bu yer qanaqasini. Yer yomg'ir qachon keladi deb bug'doylarga qarang, bug'doylar qurib ketibdi. Suv yo'q, kanalga suv yo'q, zakashga suv yo'q. Dehqonni bo'sh qotgan. Maynasi tutagan, ho'kizini bozorga sotib, ana kamani olib, skvajni urdilar. Yer egasini topdi. Egasi skvaj urdi. Mana bu suvazlarni. Qarmaqlar o'sha boya ko'rsatuvimizda aytgan legendarniy kamani bu. Grand Farm. Mana bu suvazlarni. Gaz berma. Dehqon boboni ham bir chehralari nimada ochildi. Nastarini yo'q deb ertalab yana suv chiqadimi, yo'qmi deb. Mana bu 5 qo'llari hunarini obdor bu kishini. Ana bir ariq suvazlarni nojo'ylikdan bo'ladi ish qilib. Like, podpiska bo'lsa esdan chiqmasanizlar.